5-ci qism. Erkin 2 yil şundaq işləgəndən keyin azraqmı pul yığamay, axır bir niyetə kelib, yurtiga qaytib ketib, şu yerdə işləgəş, dadısını izləşni qarar qıldı. O şu xiyallarını qılıb, bir neçə gündən keyin özü toğulub ösgən yurtiga qaytib getdi. Yurtiga kelgəndən keyin özünün uyga bir neçə qatim kelib, qo'shnilardan dadısının kelgan kelmaganligini so'rgan bo'lsa-mu, ular dadingiz siz bilan ketgandan beri dadingizni ko'rib baxmadik deb javob berdi. Erkin Naya bozoriga yaqin bir yerdan oylig'i 300 qo'yliq uydan birini ijaraga elib, bir tarafdan ishlagash, bir tarafdan dadısini izladi. U yurtiga kelgandan keyin odamning kulgisini keltiradigan xizmat topdi. O bo'lsa-mu har kuni atigan yotog'ining oldidagi madikor bozorga chiqib, bir tal nonni qo'ltiqiga qisib turadi. Ishlamchiga ehtiyoji bor odamdan birsi kelsa, qutlashib dum tushgunicha berib, "Nima ishingiz bor? Men qilib beray" deydi. Endi qolgan gapni Erkinning dadasi Qosim akadan anglayli. Qosim aka xatni eshikning oldiga qo'yib, shu mang'anicha o'zi turishliq yezining Naya bozoriga kelib to'xtadi. Uning yanida yotoq echib yetish tugul, biror vaqt tomoq yegudakmi pul yo'q edi. Qosim aka bundoq yo'qsizlik ko'nik bo'lg'achqa ancha voysab ketmadi. U o'dulla madikor bozoriga berib, birarsining ishim bor deb kelishini saqlab turdi. Taliga uzun o'tmay, yo'g'on qursoq bir odam Qosim akaning qayshig'iga kelib, oshxonasida chaqadigan beton tam borligini aytdi. Ham shu tomni chiqib bersa, 100 yuan ish haqi beradiganligini aytdi. Qosim aka bu ishni xushallik bilan qabul qildi. U oshxona xo'jayinining kaynidan agishib ish o'rniga keldi. Oshxona xo'jayinining degini uzunligi 3 metr atrofida beton tom edi. Qosim aka bu tomni 10 kiloluk bozgan bilan kuchab urib, 2 soatga yetmagan vaqt ichida chiqib tüp-tüz qilbatdi. Ish egisi Qosim akaning buncha kuchligidan hayron qoldi. Qosim aka ishini tugatgandan keyin ish haqini joyida elib, yana madikor bozorga kelib turdi. U mushu tariqada 1 yilga yaqin har kuni madikor bozorda jenini baxdi. Lekin topgan pulining ko'pragini davolanishga xarjlaydi. Chunki u marhum ayoliga o'xshash yurak kasaliga giriftar bo'lgan edi. Qosim aka har qatim dori setib olganda doktorlar balni setib davolanmasi bo'lmaydiganligini aytsa-mu, u pisand qilmay dorisini elib qaytib ketadi. Qosim aka yuragining chidag'usiz og'riqini demasa, dori etmo yemaydi. Uning bu vafosiz dunyodan tezroq ketgisi bor edi. Erkin onasini qiynab o'ldirganni oz deb, dadısini bu kasalga giriftar qilgan edi. Yotning gapi yondan o'tidi. Yaqinning gapi jondan deb, bu bechora ota-ona bolasidan kelgan zarbini ko'tarmay, kayni-kayndan mushu nejis kasalga giriftar bo'lgan edi. Keyingi kunlarda Qosim akaga dorimu manfaat qilmaydigan bo'lib qoldi. Doktorxonada yetib davolanay desa, uningda unchalik jiq pul yo'q edi. Bir kuni kechasi Qosim aka jo'yilib uyg'onib ketdi. Uning tushida Erkin dadisiga qo'lini tanglab turib, "Yana qaysimga pul deb keldingmi? Nomussiz qilindi!" deb tillagan edi. Qosim aka uyqudan uyg'onibla yuragi pichoq tiqqandek sanjilib og'rib ketdi. Uning nafas elishimi pastlashayotdi. Qosim aka o'zining ajli to'shqandek his qilib, taslikda o'rnidan turib, shaharning usti tarafidagi jangalliq tarafga qarab maqdi. Uning maqsadi o'lsimi odam inson topolmaydigan yerga berib o'lish edi. Jasaddan yot kishilarga yuk bo'lib qolmasin deb o'ylaydi. Qosim aka bir qo'lida yuragini ching besib, shu mang'anicha tong otganda jangalliqning o'tirdagi to'g'raqliqqa kelib to'xtadi. Bu yerga kelib cho'nqur bir o'rakka kirib o'ltirgandan keyin tug'ilib hozirgacha bo'lgan kunlarni xiyol qilishga boshladi. Qosim akaning yurak og'riqi sal pasayib qolgandek qiladi. U xiyol surib ayoli bilan baxtli o'tkazgan kunlarni o'ylab, gohi kulib ketsa, o'g'lini o'ylab achchiq yig'lab ketadi. Qosim aka xiyolidan uyg'onib,
yürügining og'riqining butunlay to'xtab qolganligini bilib hayron qoldi. Shu chog'da kashkirayli deb qolgan edi. U bugun bir kun hech nima yemay qo'rsig'i bakli echib ketgan edi. Qasim aka shaharga berib qo'rsig'ini to'yg'izish uchun asta qo'li bilan yerni terib, o'rnidan turayotganda tuyuqsiz qo'liga bir narsa ilishib qoldi. Qasim aka qo'liga ilishgan narsaga mundaqli bir qarab qo'yib, o'rnidan turgandan keyin qayta qaradi. Onun qo'liga ilishib qolgani g'alati shakldagi odam beshi cho'ngliqdagi bir tal ko'zning eg'izi edi. Qasim aka yukinib o'ltirib, u ko'zni qo'lab chiqadi. Ko'zini yerdan chiqargandan keyin avaylab tutib sinchilab qarashga boshladi. Bu ko'zning teshida Qasim aka umrida ko'rib baxmagan naqish, tonimaydigan yotli bir xatlar o'yuqliq edi. Qasim aka ko'zning og'zini ochgandan keyin hayronlik qoldi. Bu ko'zning ichida har xil oltin zibu-ziynatlar turadi. U ko'zning ichidagi narsalarni yerga to'kib, ayollarning bo'yniga osadigan zanjir, halqa, bilayzuk, qashtashi qatorliq bir muncha narsalar chiqdi. Qasim aka oltin zibu-ziynatlarni qaytadan ko'ziga qachilgandan keyin ko'zi chiqqan atrofni qo'li bilan tatlab qo'lashga boshladi. Bu yerdan yana bir necha tal parpur qochquchi bilan kichik bir dona sanduq chiqdi. Qasim aka hayajonda sanduqning og'zini ochdi. Sanduqning ichida nurg'unlagan zig'cha oltin, kesak oltin, yambu, o'tirisi to'shik tangi pullar turadi. Qasim aka yana bir narsa chiqib qolarmikin deb birdan qo'ligan edi, qo'liga iskeletga aylangan odam beshidan birsi chiqdi. Bu ishdan Qasim aka qo'rqib vaqirab ketdi. U qo'rqib titirganicha baya tepib olgan sanduq qatorliq narsalarni avaylab ko'tirganicha bu yerdan ketib qoldi. Qasim aka yo'lda mang'ash bu narsalarni qandoq bartaraf qilish to'g'riliq ko'p o'ylashdi. Bu narsalarni apirib setishdan qo'rqatdi. Chunki burunqi bir vaqtlarda yezdagi uyning usti tarafidagi qabristonlikdan Qasim akaning ishga og'inisi bir necha qur ko'ni kiyim bilan bir necha tal zig'cha oltin tepib elib, u narsalarni setayotganligi uchun qo'lga elinib ketgan edi. Qasim aka shu ishlarni o'ylab, o'dilla saqchixonaga bordi. U shaharlik saqchixonaning eshigidan kirib etib, saqchixona boshlig'iga uchrab qoldi. Saqchixona boshlig'i o'ttir yoshdan oshgan oq ko'ngil yaxshi odam edi. U Qasim akaning qo'lida g'alati bir narsalarni ko'tarib, saqchixona ichiga kirib ketayotganligini ko'rib, Qasim akani chaqirdi. Qasim aka ratlik saqchi formasi kiyib olgan, chiroyidan yaxshi odamligi chiqib turadigan bu saqchining qishiga kelib, qo'lidagi narsalarni ko'rsatib, bu narsalarni qandoq bo'lib tepib olganligini, hukumat o'rinlariga topshirib berish uchun bu yerga akaganligini so'zlab berdi. Saqchi boshlig'i darhol qo'l ostidagi saqchilarni chaqirtib, Qasim aka akagan narsalarni bir-birlab tizimlab topshirib olgandan keyin Qasim akaning aniq adresini so'radi. Qasim aka saqchi boshlig'ining so'ragan savoliga shahar ichidagi eng arzon baholiq mehmonxona bilan Madikor bozorni deb berdi. Saqchi boshlig'i Qasim akaning gaplarini anglab, ko'zlariga liqqida yosh oldi. Saqchilar Qasim akani bir necha kun ichida izlaydiganligini, shunga bu shahardan yiroq ketmasligini aytdi. Qasim aka o'zining yaxshi ishdan birini qilganligidan faxrlanib, ma'qul deganicha saqchixonadan chiqib ketdi. Qasim aka chiqib ketgandan keyin saqchilar darhol yuqorgi ahvol ma'lum qildi. Ertasi tush bo'lay deganda ichkari o'lkalardan pishqadam arxeologlar, professorlar u narsalarni ko'rib yiqish uchun yetib keldi. Qasim akaning tepib olgan narsalarni tekshirgandan keyin bu buyumlarning Chang sulolasi davridagi buyumlar ekanligini jazmlashtirib, bakla xush bo'lib ketdi. Bu narsalarning bahosi odamni hayron qoldiradi. Arxeologlar saqchi yo'ldoshlarga u odamni tepib kelishni, bu narsalarni nadan tepib olganligini bilish kerakligini aytdi. Saqchilar darhol Qasim aka deb bergan yotoqni izlab topdi. Lekin bu yerda Qasim aka ko'rinmaydi. Saqchilar Madikor bozoriga berib, xeyli uzun izlagandan keyin bir bulungda non yeb o'ltirgan Qasim akani ko'rdi. Qasim aka texchi ish topolmagan edi.
Bu bozorda daslik yosh yigitlarga ko'zli ish chiqadi. Lekin Qosim akaga o'xshash yeshi cho'ngiyib qolgan, mukjib qolgan odamlarga ish tepish tasidi. Saqchilar Qosim akani ko'rib, bakla xush bo'lib ketdi. Ular Qosim akaning oldiga kelib, "Idoramizdan sizni jiddiy chaqirdi aka. Eg'ir ko'may, xizmatimizga moslashmagan bo'lsangiz", dedi. Qosim aka ma'qul bo'lib, ularga ergishib mandi. Ular saqchixonaga kelishi bilanla Qosim akaning oldiga bir necha odam kelib, gap so'rashga boshladi. Lekin Qosim aka ularning degan gapini faqatla tushunolmadi. Chunki Qosim aka davlat tili bilmaydi. Atrofdagi saqchi yo'ldoshlarning tarjima qilib berishi bilan u odamlarning nima demoqchi bo'lganligini tushunib, arxeolog va saqchi yo'ldoshlarni ergashtirib, yilqi narsalarni tepib olgan yerga boshlab mandi. Qosim aka to'g'riqlikning o'tiridagi yilqi o'rakka kelganda qo'li bilan challab u yerni ko'zitib qo'ydi. Qosim akani chaqirtgan arxeolog professorlar ko'zlariga birdan ko'zoynakni taqib, so'mkasidan kichik cho'tkalarni chiqarib, u yerni shundoq avaylab, o'mlab yurib supurishga boshladi. Allohizal 2 soatdan keyin u yerdan yo'g'on 4 burjak sanduq bilan odamning iskeletidan birini qo'lab chiqarib, so'ngaklarini qurashtirishga boshladi. Qosim aka odam sunkini ko'rib, jaqildab titrab ketdi. Yilqi tekshiruvchilar saqchi boshlig'iga bir nimalarni degandan keyin u gaplarni saqchi boshlig'i Qosim akaga tarjima qilib berdi. "Ular ertadan boshlab bu yerni keng ko'lamda qazib tekshirdi ekan. Sizga ko'p rahmat aka. Yaxshi ishdan birini qildingiz. Siz hozircha qaytib ishlaringizni qilg'ashtiring. Bu ishlar oxirlashgandan keyin sizni cho'qim izlaymiz." Qosim aka saqchi boshlig'ining gapini anglab, ma'qul deganicha ketib qoldi. Aradan necha kun o'tgandan keyin saqchilar Qosim akaning deb bergan adresi bo'yicha oldi bilan mehmonxonani, keyin Madikor bozorini olib qo'ymay izlagan bo'lsa-mu, uni topolmadi. Necha kun o'tgandan keyin Qosim akaning yotoqdashidan ahvol egallash orqali uning doktorxonaga kirib qolganligini bildi. Saqchilar noyalik doktorxonadan Qosim akani topdi. Qosim aka necha kun ilgari to'yuqsiz yurak kesili qo'zg'alib qolib, boshqalarning yordami bilan doktorxonaga olib kelingan edi. Uni jiddiy qutqizish orqali hayoti saqlab qolindi. Hozir salomatligi xeyli yaxshilanib qolgan edi. Uni izlab kelgan saqchilar bir qur salomlashgandan keyin, "Qosim aka, sizga bir xush xabarni olib keldik. Siz yilqi kuni ko'rsatgan xarobilik bog'i, shu yerdan nurg'ulg'an qadimiy qabrlar bayqaldi. Qabrlarning ichidan nurg'ulg'an qadimiy yodgorlik, asori atiqalar chiqibdi. Arxeologlar bu bayqashni Shinjong ichidagi eng cho'ng bayqash deb tasdiqladi. Hukumat o'rinlari sizni qadimiy yodgorliklarni bayqab, hukumat o'rinlariga ahvol inkos qildi deb maqtashdi. Ham sizga rahmatini aytmoqchi bo'ldi. Dushanba kuni o'tkaziladigan cho'ng yig'inda sizni taqdirlab, olimlar xelidan buyon topolmagan g'azinni topganligingiz uchun sizga tegishli mukofot bermoqchi bo'layotdi. Şoňa sizni dushanba kuni o'tkaziladigan cho'ng yig'inga taklif qilib keldik." Qosim aka bu gaplarni anglab, bakla hayajonlanib ketdi. Saqchilar shu xabarni yetkazgandan keyin, "Siz yaxshi armangizni olib turing aka. Dushanba kuni biz sizni og'il kelamiz", deb chiqib ketishdi. Degandek, dushanba kuni atiganda bir necha saqchi Qosim akani elib shaharlik cho'ng bir yig'in zaliga akeldi. Qosim aka yig'in zaliga kirib, hayronlik qoldi. Bu yerda nurg'ulg'an odam Qosim akani saqlab turishadi. Qosim aka yig'in zalining sahnasida shahar boshlig'i bilan bir qatorda o'rin elib o'ltirdi. Birdamdan keyin yig'in boshlanib, shahar boshlig'i o'rnidan turib, Qosim akani bir hazo maqtagandan keyin oltin tepivasimu ko'z qirni sanmagan Qosim akadan o'ginayli degan xat yozilgan lavhadan birini, ustiga 3 million degan raqam yozilgan qizil taxtaydan birini berdi. Shahar boshlig'i Qosim aka bilan bir necha parcha suratga tushgandan keyin uning tepib olgan narsalariga munosabatli organlar persent ayirib 3 million mukofot berganligini aytdi. Shahar boshlig'i yana tuvanda o'ltirganlarga necha yildan beri nurg'ulg'an odam hukumat qo'g'dayotgan asori atiqalarni tepib olib, qorong'u bozorda arzonli setib etganligi uchun qonunning jazosiga uchirganligini,
Boshqalarga mushundaq narsalar uchrab qolsa, qonun organlariga topshirib berishni. Oshko'zlik qilmay Qosim akaga o'xshash hukumat organlariga topshirib bersa, qonunlik haqqa erishadiganligini aytdi. Yig'in oxirlashgandan keyin bir necha soqchi Qosim akani bankaga apirib, uningga berilgan 3 million pulni naqdlashtirib berdi. Ham Qosim akaning kimligiga bir tal bank kartasi bejarib, pullarning hammasini bank kartasiga sepadi. Qosim aka tuyuqsizlik boy bo'lib ketganligidan o'zimi hayron edi. Saqchi boshlig'i Qosim akadan nima orzuyingiz bor? Bu pullarni qanday usulda xarjlashni o'ylayapsiz deb so'raganda Qosim aka: "Mening buningdan keyingi umrimda tinch, xotirjam yashag'im bor. Manzarasi go'zal yerda kichkina bir uyim bo'lsa, shu uyimda har xil jonivorlarni beqib, hayotimning oxirini ma'nilik o'tkazsam deyman," dedi. 6-qism. Saqchi boshlig'i Qosim akaning orzusiga asosan shu shaharlik daryo bo'yidagi yayloqdan azroq yer setib oldi. Keyin setib olgan yeriga Qosim akani boshlab kelib, bu yerning yarg'an yarmag'anligini so'radi. Qosim aka bakla xush bo'lib ketdi. Chunki Qosim aka kichik vaqtidan boshlab mushningdek manzilli yerlarni chiroyli uyim bo'lsa deb orzu qiladi. Keyingi kunlarda Qosim aka saqchi boshlig'ining yordamida o'z orzusi bo'yicha daryo bo'yiga chiroyliqqina 4 eg'izliq uy soldi. Uyning atrofini yog'ochlar bilan shundoq ko'rkam qilib qashaladi. Hovlining ichiga har xil mevali daraxtlarni tikdi. Uyining kayniga bo'lsa qo'tandan birni selib, o'zi yoqtirdigan jonivorlarni boqdi. Uning uyi oldidagi daryodan qishmi-yoz suvsizlik suv eqib turadi. Daryoning qirg'og'idagi o'tloqda Qosim akaning mol chorvalari xuddi usta rassom sizgan maybuyoq rasmdek yaylab yuradi. Bu uyni ko'rgan har qanday odam meningmi mushundaq uyim bo'lgan bo'lsa deb orzu qilg'idek uy edi. Daryo bo'yini sayli qig'il kelgan odamlar Qosim akaning uyini bir ko'may ketmaydi. Qosim aka uyiga qandaqli mehmon kelsa, shundoq qizg'in qarshi oladi. Qosim akaning hozirgi kunlari o'zi orzu qilgandek tinch ham xotirjam o'tyapti. Uning har kuni qiladigan ishi mollarga ancha-muncha yem berish, to'g'risini vaqtida yeyish, o'ylisining optab tushadigan yeriga yulanchuk o'rnig'ini qo'yib radio anglash edi. Hozir uning salomatligi butunlay asliga kelgan bo'lib, bechora ayoli bilan vafosiz o'g'li Erkinni o'ylamasala, yuragi faqatla og'irmaydi. U har qancha o'ylamay desimi, bir umr jafo tortib o'lib ketgan bechora ayoli yodiga kelib oladi. Qosim aka ba'zida bechora Maqsum mushundaq kunlarda yenimda bo'lsa, halovatni billi ko'masmidiq deb o'ylab ko'z yesh qiladi. Qosim aka bu yerga o'ltiraqlashib 2 yil bo'lay degan bir kuni shahar boshlig'i bir muncha kadrlarni boshlab uni yo'qlab keldi. Ular Qosim aka bilan ko'rishib, har qanday ish bo'lsa o'zlarini izlashni topilib, eshik oldiga chiqqanda shahar boshlig'i uyining oldidagi daryoga yaqin bo'sh qolgan yerga beliq kuli qo'lab, beliq beqish taklifini berdi. Qosim aka boshliqlar ketgandan keyin ularning gapining to'g'riligini o'ylab, rostilla shunday qilish qaroriga keldi. Chunki bu yerga ko'l qo'lisa, daryo suyini tushirib, beliq beqishga bakli qolay edi. Ham beliq beqishmi uncha tas emas edi. Kunda bir necha qatim yem tashlab bersa, bir necha oydil yo'g'inab, pulga yarg'udek bo'lib qoladi. Qosim aka atisli shaharga berib, to'piq qazish mashinasidan birini boshlab kelib, shu yerni qo'lashga boshladi. To'piq qazish mashinasi bir kun qo'lagandan keyin 5 mo yerni yumaloq ko'l qilib o'yib bo'ldi. Ko'lni qo'lab bo'lgan bilan odam kuchi orqali ko'lning ichi teshini pardozlash lozim edi. Qosim aka shu kuni kechda o'ziga izchil yordam qilib kelayotgan saqchi boshlig'iga telefon berib, shahar boshlig'ining maslahatiga asosan beliq ko'li qo'lganligini, lekin beliq ko'lining ichi teshini tuzash uchun 7-8 ishlamchi lozimligini aytdi.
Сақчы башлығы Қасым аканың гепini аңлағандан кейін, "Bo'ldi Qasım aka. Men әтіген idoraning mashinasida sizga ishlamchilarni olib beray." deb telefonni qo'ydi. Әтісі таң atmasdala mashinaning signal ovozini anglagan Qasım aka aldirab uyning oldiga chiqdi. Eshik oldida 8 kishilik saqchi mashinasi turardi. Mashinadan saqchi boshlig'i bilan yana bir necha yordamchi saqchi tushdi. Ular Qasım aka bilan bir qur ahvollashgandan keyin ishchilarning ish haqini oldin beribdim aka. Ularni bugun qanday ish qilsangiz bo'laverdi. Ularga yo'ldagi yaxshi toplab qo'ydim. Navodi gapingizni anglamay g'ururlik qilsa, menga dang. Adini o'zim berma. dedi. Rahmat ukam. Sizni jabog'i sep qo'ydim. dedi Qasım aka ko'ziga yosh elib. Saqchi boshlig'i mashinaning ichidagilarni tushinglar deb sharatladi. Mashina ichidan Qasım aka bilan tang yoshdagi odamlar kayni-kayndan tushishga boshladi. Qasım aka bu bechoralarni ko'rib, burunqi o'zining turmushini aslab, yuragi etishib ketdi. Qasım aka mashinadan eng oxirida tushgan 8-chi odam bilan ko'zi g'ilpal uchrashib qolib, yuragi og'ziga kaplashib qoldi. U odam mashinadan tushibla bog' tarafga qarab o'tdi. Bu dunyo nimanchi tar ha? Qasım aka u tunish chiroyga qarab qaytibla qoldi. Tunish chiroy bo'lsa atrofga oshko'zlik bilan qarab o'tdi. To'g'ri. Qasım aka xato tunimadi. Soqol burutlari o'sgan. Uchisiga kiyib olgan oq ko'ngligining yoqisi qasmoqning dastidan xo'rimdak paqirab ketgan. O'ng putidagi lati cho'qaydan cho'ng barmog'i chiqib qolgan. Uruqlab bir tera, bir ustixon bo'lib qolgan bu odam Qasım akaning o'g'li Erkin edi. Erkinning hozirgi turuqi bayni sarang'ili o'xshaydi. Qasım aka o'g'lining bu turuqiga qarab ko'zidan ikki tomchi yosh domilab tushdi. Shu paytda saqchi boshlig'i uning xiyolini buzratdi. Qasım aka, endi men qaytqach turay. Kechda ishlar tugandan keyin menga telefon qiling. Bularni yana akagan yerga olib qo'ymsam bo'lmaydi. Bo'ldi, uka. Siz avor bo'lmang. Elim sizni bek avor qilibdi. Kechda men bularni o'zim ota harus bilan olib qo'yma. Qasım aka shundoq deb saqchi boshlig'ini yo'lga solgandan keyin Erkinga qaradi. Erkinmi o'ziga maqtaq qadilib qarab turardi. Erkin Qasım akaning o'ziga qarashi bilan ko'zini epqashdi. Chunki u Qasım akani taniyamay, dadamga ajab o'xshaydigan odamkan deb o'ylab qolgan edi. Uning dadasi egiz bo'y, qarmutuq, uchisiga junda kiyimlarni kiyib olgan odam edi. Lekin bu Qasımboy degan odam bo'lsa, egiz bo'y, oq pishmoq, zangiqiga qo'yib olgan kayki soqili, qo'ymi yarashgan, ratli kiyinib olgan odam edi. Erkinning xiyolida uning dadasi allaqachon o'lib ketgan edi. Qasım aka ishlamchilarni oldi bilan o'ylig'i boshladi. Uyda sut choy damlab, qizirib pishgan to'qashlar bilan ularni nashta qildirdi. Ondan keyin ularni agashtirib, ish maydoniga epmadi. Ish o'rniga kelgandan keyin Qasım aka ularga qarab: "Bu ishlarni bir kun ichida tugatmasak bo'lmaydi. Ko'lga beliq soladigan fasl o'tib ketayli deb qoldi. Bugun chidab bu ishlarni tugatishib beringlar qarindoshlar. Men har biringlarga 2 kishilik ish haqi berman." dedi. Bu gaplarni anglab, ularmi xush bo'lib ketdi. Chunki bir kun ishlab 2 odamning ish haqini elish bularga osonga to'xtamaydi. Hammasi go'rjak katmanlarni elib ishga tushib ketdi. Qasım aka Erkinni ayrim chaqirtib, daryodan ko'lga suv boshlaydigan eriqni kovlashga buyurdi. Erkin lapay deginicha Qasım aka ko'rsatib bergan yerni katman bilan kuchab chepishga boshladi. U hozir shundoq ishchan bo'lib ketgan edi. Shundoq bo'lmaymi amal yo'q. Ishchan bo'lmasa, yeydigan nenini topolmaydi. Qasım aka ularga pat-pat meva-chevalarni to'shib turardi.
Ularmı Qasım akaning birdan deminglarni elvilinglar deganigimi unmay ishlayotdi. Qasım akaning butun xiyoli o'g'li Erkinda edi. O'g'lining qandoq bo'lib bu kunga qolganligini har xil qiyos qilib boqatdi. Qasım aka o'ylarni setib, musofir bo'lib yenib chiqib, bugungacha Erkinni o'zlaridan qutulganiga xush bo'lib, xotirjam bayashat yashayotidi deb o'ylaydi. Lekin hozir o'g'lining bu turqini ko'rib, yuragi echishib ketdi. Ata ona degan nimanchi kang qursoq ha? Qasım aka asli o'g'lining o'ziga solgan zulmlari uchun hozirgi qolgan kuniga xo'p bo'ldi desa to'g'ri bo'ladi. Lekin undaq demadi. U yig'lab turib, o'g'lini mushu kuniga qo'ygan har qanday odamdan qattiq ranjidi. Qasım akaning yurak og'rig'i qo'zg'almag'ili xeyli bo'lgan edi. U Erkinga qarab xiyol surib etib, yuragining chidog'isiz og'rishi bilan voyjon debla o'ltirib qoldi. Erkinmu Qasım akaga pat-pat qarab, dadisiga qo'yib qo'ygandek o'xshaydigan chiroydan huzur elvatqashqa, Qasım akaning yiqilib qolganligini tunji bo'lib Erkin ko'rdi. U qo'lidagi ketmanni tashlab, yugurib kelib Qasım akani yo'ladi. Boshqalarni tushma-tushdan kelib, Qasım akani ko'tarib uyga akirgandan keyin Qasım aka ko'rsatgan ishkapning ichidan dorilarni akilib, uningga yegizib qo'ydi. Qasım aka dorilarni ichgandan keyin xeyli yaxshi bo'lib qoldi. Ishlayotganlar ishlarini baldiroq tugutish uchun o'z ishlari bilan mashg'ul bo'ldi. Ular ishlarini tugatib, Qasım akaning yeniga kirdi. Qasım aka o'rnidan turib, ularning ish haqini bergandan keyin ularni shahar bozoriga olib qo'yish uchun Qotandagi o'zi eng yaxshi ko'radigan chilanturuq yo'rg'a etini mabiga qaytib, ishchilarni elib shahar bozoriga qarab mangdi. Qasım aka mabining eng oxirida xiyol surib o'ltirgan Erkinga pat-pat qarab qo'yatdi. Erkinni yanada ep qag'usi bo'lsa-mu, uning bilan birga ishlagili kelgan odamlarning ko'ngliga kelmasligi uchun uningga gap qilmagan edi. Shaharga kelgandan keyin ishchilar hammasi ot mabisdan tushib, o'z yo'liga mengishdi. Qasım akaning Erkin bilan birdan paranglashqusi bor edi. Erkin Qasım akaning ko'ngildagini to'ygandekla Qasım akaga boshdan oyoq sinchilab qarab ketdi. Bu chaqda boshqalar allaburun ketib bo'lgan edi. Qasım aka bir qo'lida otning nuqtasini tutib, Erkinning oldiga osti keldi. U yelili yig'lab tashlaydigandek qiladi. Qasım aka nima deyishni bilolmay Erkinga: "Beg'imda, ati bir kunlik ish bor edi. Boshqa ishing bo'lmasa, qilib beramsan?" dedi. Erkin bu gaplarni anglab, yig'lamsirab turib: "Qilib berman aka. Pul bermasangizmi qilib berman?" dedi. Qasım aka Erkinning texcha o'zini tunyanmay aka deb chaqirganidan bakli umidsizlandi. U chandurmay Erkindan: "Sen nerede tursan bolam?" deb so'ragan edi. Erkin burun Qasım aka ishlamchilik qilayotganda yetib qopgan bir kechiligi 5 qo'yliq arzon baholiq mehmonxonani qo'li bilan sharaflab ko'rsatdi. Qasım aka u mehmonxonni ko'rib, Erkinga bakli ichi og'irdi. Chunki u mehmonxonning sharoiti bakli nachar edi. U yotoqning maynatligidan kechsa odamni chulsa, pichchiqib faqatla uxlatmaydi. Qasım aka chaqmoq tezligida kallasini ishlatib: "Men atayotganlikka bu yerga kelib bo'lmayman bolam. Shunga mening uyimda qo'ng'in" deganni bahona qilib Erkinni uyiga birga epmadi. Erkinmu ishkilanmayla nabiga sahrabli chiqib o'ltirdi. Yo'lda mang'ash Erkin pat-pat Qasım akaga qarab qo'yib, bir eg'izmi gap qilmay xiyol surib o'ltirdi. Qasım aka o'g'lining gap qilmay o'ltirgandan ichi siqilib, o'zi gap boshladi. "O'g'li, sen yop-yosh tursan. Nemishqa hunar kasb o'rganmay bu qor ishni qilding. Yosh bo'lgandan keyin o'z oldingga biror ish qilsang bo'lmamdi." Bu gaplarni anglab Erkin un qo'yib yig'labdi. U asli o'zining bir shirkatning direktori ekanligini, burungi bir vaqtlarda uning qo'lida kuniga necha million pul kirib chiqib turganligini,
Shu kunlarning birida ayoli bilan bolalarning onunga yüzsizlik qilganligini yig'lab turib bayon qildi. Erkin bu gaplarni deb bo'g'icha Qosim akaning turalg'isiga kelib bo'lgan edi. Qosim aka atni mafidan chiqarib, qo'tonga akirib ozroq yem bergandan keyin Erkinni boshlab uyiga kirdi. Erkin og'ziga tegmay xotinning onunga qilgan vafosizligini, necha yildan beri o'zining necha qatim osh qilib, ishning kunini ko'rganligini so'zlayverdi. Lekin ota-onasi to'g'riliq bir eg'izmi gap qilmadi. Gap orlig'ida Qosim aka, "Sening ota-onang-chu bola. Ota-onangga yaxshi qarg'anmidi?" Erkin bu gapni anglab, zuvoni tutilib, chiroyi qardab ketdi. U bir haza turib ketgandan keyin ko'ziga yosh ep turib, "Men ota-onam to'g'riliq sizga so'zlab bersam, siz hozirli uydan qo'g'lab chiqaraysiz, aka. Men asli qilganni bilmaydigan bir hayvon. Xotinimga yaxshi bo'lman deb ota-onamni ko'zga ilmay, ularni yo'qotib qo'ydim. Asli ota-onam bu vaqtida mening qo'l ilkimdimi bor edi. Ota-onamni qanchalik beqilsam kuchim yetadi. Lekin shu chaqlarda kallam ishlamay, mush kunga qolgan aqlsiz insonman." Erkin bo'p o'tgan ishlarni bir qo'r so'zlab, öksüp yig'lab ketdi. Qosim aka uning pushaymon qilganligini bilib, uni butunlay kechiribdi. "Jinim bola, men sening dadang, Qosim aka." U shundoq degenicha Erkinni bag'riga besib yig'lab ketdi. Dada bola ishkelan bir-birini quchoqlab, xeyli uzun yig'lagandan keyin Qosim aka yoshlarini surtgach, beshidan o'tkazgan issiq sovuqlarni mushu halovatlik turmushga qandoq bo'lib erishib qolganligini Erkinga birma-bir so'zlab berdi. Ota bola ishkelan bugun bir kecha faqatla uxlamadi. Erkin dadasini chin quchoqlab, dadasidan yenish-yenishlab kechirim so'radi. Qosim akamo Erkinni bag'riga besib, xuddi Erkinning kichik vaqtlarini ko'rgandek bo'ldi. Ertasi atiganda Qosim aka Erkinni agashtirib bozorga berib, uning chas soqollarini yastib, yarishimliq yangi kiyimlarni epadi. Dada bola ishkaylarning ko'ngli olamcha xushal edi. Ular shahar bozoridan Odulla Maxtumxon ojining tuproq beshiga bordi. Erkin bilan Qosim aka Maxtumxonning qabrisini quchoqlab, shundoq qayg'urib yig'ladi. Ular uyga qaytib kelgandan keyin Erkin dadasini hech ish qildirmay, hamma ishni o'zi qildi. U burun o'tkazgan xatoliklarga rostla pushaymon qilgan edi. Qosim aka bir qatim chaqirib bo'g'icha lapay deb oldiga o'nib bo'ladi. Mana dadasining xizmatini qilish bilan Erkinning ishlari kundan kuniga o'ngga tortib ketdi. U dastlabda ko'lga beliq sep baqdi. Keyin uyning atrofidan azroq yer setib olib, cho'ng qo'tandan birini selib, mol chorva kooperativ qurdi. Erkinning kalisi kundan kuniga ishlab, aqlliq bo'lib ketib boradi. Erkin davomliq tirishib, uyning atrofini sayohat oromgohi qilib o'zgartdi. Bu yerga sayohat qilg'ili kelganlar ko'ldan o'zlari beliq tutib, kavob qilib pishirib yeydi. Erkin dadasining rag'batlantirishi bilan bu yerni kundan kuniga taraqqiy qildirib, daryoning qirg'ig'idan nurg'un yer setib olib, qozoqcha kigiz uylarni barpo qildi. Keyin oshpaz, kavobchi ustamlarni taklif qilib, bu yerga sayohat qilg'ili kelganlarga o'zlari boqqan to'qu, kaptar, qo'y, g'oz qatorliq hayvonlardan har xil qo'rimlarni chiqarib, bu oromgohning kundalik kirimini necha 10 ming yuanga yetkazdi. Qotandagi otlarga chiroyli egarlarni to'qib, eshik oldiga bog'lab qo'yadi. Sayohatchilar ot minib daryo bo'ylarini bir aylanib kelsa, 100 qo'y haq topshiradi. Qosim akaning 10 to'yoq etimi har kuni necha ming qo'y kirim qiladi. Shu kunlarda to'yuqsiz saqchilar Erkinni izlab kelib, ayni vaqtda Erkinni aldab qochib ketgan jinoyatchining tutilganligini aytib, 200 ming pulni Erkinga qaytarib berdi. Erkin pullarni qo'liga elibla dadasining qo'liga tutqizdi. U hozir har kunlik topgan pulning hammasini dadasiga beradi. Dadasini yaxshi beqib, hech qanday ish qilg'ili qo'ymaydi. Bir kuni Erkin telefonni uyga to'kib chetib qo'yib, sirtqa chiqib ketganda uning telefoniga to'xtamay telefon kelaverdi. Qosim aka kim bo'g'iydi deb telefonni oldi.
telefon qilgani uning cho'ng navrisi edi. Qasim aka navrisining telefon qilganligini bilib, shundoq xush bo'lib ketdi. Shu paytda telefonni Erkinning ayoli Tojigul oldi. U Qasim aka bilan birdan ahvollashib bo'lgandan keyin shundoq o'ksib yig'lab ketdi. Qasim aka ansirab nemish bo'lganligini so'radi. Tojigul bo'lsa bir nomardga ishinib Erkindan ayrilib ketganligini, uzun o'tmay uni oldigan erning shirkat va uylarni o'z nomiga o'tkazib olib, hammani setib tuyuqsiz g'oyib bo'lganligini, hozir 3 bola bilan taloda qolganligini aytib yig'lab ketdi. Bag'ri yumshoq Qasim aka ularga ich og'ritib, o'zining adresini deb bergandan keyin mush yerga yenib kelishni aytdi. Shu kuni kech bo'lay deganda Qasim akaning kelini bilan navrlari yanada paydo bo'ldi. Qasim aka navrlarni quchuqiga elib, ularni shundoq qizg'in qarshi oldi. Tojigulmu Qasim akaga esilib, yig'lab suyunib ketdi. Shu paytda Erkin sirtdan qaytib kelib, Tojigul bilan bolalarning dadisi bilan birga turganini ko'rib, Tojigulni og'zini buzib tillab, uni urish uchun qo'lini ko'tardi. Qasim aka Erkinning qo'lini kappada tutib olib, "Ayni vaqtda men seni urmagan bo'lam. Dunyoda ozmaydigan odam yo'q. Ayoling o'zining qilgan qilmishiga pushaymon qilib, yeningga qaytib ketdi. Mening va bolalaringning yuzini qilib, ayolingni kechirayotgan o'g'lim," dedi. Tojigulmu shu hamon Erkinning oldiga tizlanib, o'ksib yig'ilganicha uningdan kechirim so'radi. Bolalarimi dadisining qo'liga eslib, yig'lab teliqib ketgan edi. Erkinmi, Qasim akamo o'zini tutib olmay yig'lab tashladi. Bu bir oila kishilari jam bo'lib, bir-birini chin quchoqlab, xeyli uzungacha yig'lab ketdi. Keyingi kunlarda Tojigul Qasim akaning oshtamig'ini etib, karqatlarini yo'yib, uning oldida o'mlab yurib xizmat qildi. Erkin oromgohning ishlarini boshqarish bilan ovora edi. Qasim aka saqchi boshlig'ining yordamida bolalarning va navrlarning nopsini o'z yeniga yetkazib kelib, navrlarni shu yerda maktabga berdi. Erkin ota-onasining xizmatini qilgan odamning o'zligidan ro'naq tepib ketadiganligini his qildi. U hozir boshqacha bir odamga o'zgarib ketgan edi. Dadisi nima desa darhol qiladi. Qasim akani burunqidek sallab gap qilmay, sili o'zlari deb gap qiladi. Qasim aka bolalarning o'zini beshiga elib ko'targanligini ko'rib, bayhla xush bo'ldi. Navrlari maktabdan kelib, somkalarini tashlabla bova deb kelib, quchiqiga o'zini atganda, bechora Maxtumxon hozir samu bo'lgan bo'lsang, qancha xush bo'lib ketar bo'g'aytding ha deb ko'zlariga issiq yosh oladi. Mana hozir Qasim aka daryo bo'yi yezdiki, eng boy odamga aylandi. Erkin bilan Qasim aka bu yerda ishlaydigan ishlamchilarni Madikor bozorda burun tunishgan. Ba'zilari ota-onasiga vafo qilmay, ishtini tizidan ochmagan. Ba'zilari bolalardan vafo kelmay qerib, muhjib ketgan bo'lsa-mu, jon beqish uchun tirishayotgan odamlarni akilib, ishga o'rinlashtirdi. Dada bola ishkaylan haftada bir qatim ishlamchilarni yig'ib, beshidan o'tgan ishlarni so'zlab, ularga tasalli berib, nasihat qiladi. Ularmu bu ota bolaning hikoyasini anglab, ko'zlariga issiq yosh oladi. Hurmatli o'qirman do'stlar. Bu asar jamiyatimizdagi ba'zi bir o'g'izga chiqilibla shotini o'rib yetadigan. Kichik vaqtida o'zining hojididan chiqqan mug'dak chaqda ota-onasidan nomus qilmay, azroq qanot quyrug'i yetilib bo'lganda ota-onasining namoratligidan nomus qilib, ota-onasini ko'zga ilmay, ularning diliga azor bergan. Nomard yoshlarga ibrat bo'lsin uchun yozildi. Asar mush yerda oxirlashdi. Asarni yoqtirib anglagan barliq o'qirman do'stlarga, shundaqla Abdurga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Texim ko'p adabiy asarlarni anglamoqchi bo'lsanglar, oldi bilan bizni qo'llashni unutmagan bo'lsanglar, sizlarning qo'llashinglar bizning taraqqiyotimiz.